Mani kuzatuvchilarim meni juda yaxshi bilishadi. Men faqat mazali taomlarni reklama qilaman. Yakatutda shunaqa mazali choyxona borki, bu yerda bilmagan odam bo'lmasa kerak. Bilasiz, Yakatutdagi soy bo'yi yonida joylashgan moy almashtirish xizmatining yonida Yakatut choyxonasi bor. Bu choyxonada kuniga soat 12:00 dan 22:00 gacha mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatishadi. Kesiz mazali ta'mi og'zida qoladigan burda, qiyma, tovuq qanotchalari, shashliklari bor. Eng qiziq tarafi shundaki, shashliklari yumshoq, juda mazaliligi bilan sizlarga ma'qul keladi. Undan tashqari men sariyog'da pishirilgan jo'ja go'shtini tatib ko'rdim. Go'shtlari shunaqa mazali, shunaqa yumshoq pishganki, hattoki yosh bolalar ham iste'mol qilsa, maza qilib yeydi. Joylari qishda issiqqina, yozda esa salqin shinamgina xonalari borki, qarindoshlar yoki do'st ulfatlar bilan dam olib o'tirgani juda yaxshi tanlov. Mazza qilib shashlik yegilaringiz keldimi? Albatta keling yoki quyidagi raqamlar orqali buyurtma bering. Unutmang, siz eng yaxshisiga munosibsiz.